Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchiligi sababidan rayondagi asosli millat bo'lgan Uyg'urlar bilan to'lib turadigan shaharlarning ovat ko'chalari, odam to'plashgan bozorlar bag'ansiri cho'ldarab qolgan. Bu ahvol Xitoyning Uyg'urlar xushal tashviqoti bilan ro'shan selishtirma bo'lib, Uyg'urlar nega g'oyib bo'ldi degan savolni paydo qildi hamda rayondagi jazo lagerlarining yanada aktiv ekanligini yana bir qatim isbotladi. Rozi teptiligida Xitoyning ijtimoiy aloqa to'rbatlarida tarqalgan sillarda bir zamonlar Uyg'urlar bilan to'lib turadigan bozorlarning cho'ldarab qilishi diqqatni tortdi. Şu videolardan ba'zilarida Sharq Turkistonning o'xshamagan shaharlardagi do'konlar bu xil rozi tarpisidan hit oxirlashgacha do'konlarga keladigan xaridorlarning yo'qligini bildirishgan. Bir do'kondor men misli ko'rilmagan voqealarni boshdan kechiryapman. Biz haqiqatan xaridorsiz dam olish kunini o'tkazdik deydi. Bu so'z bilan kishilarning majburiy g'oyib qilib etilganligini yana bir qatim isbotladi. Dünya Uyghur Qurultayı Birleşken Devletler Teşkilatı organının Tayland'daki Uyg'urlarning qo'yib berilishi haqida qilgan chaqiriqi va dokumentini qarshi olganligini bildirdi. Egilishicha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xohlagancha tutib turish masalasini tekshirish xizmat guruhi, majburiy g'oyib qilib etilganlarni tekshirish guruhi va Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq alayda mutaxassislaridan tashkil topgan 5 kishi Tayland hukumatiga birlashma iltimos sunib, Tayland tutib turilayotgan 43 nafar Uyg'ur tutqunlarining ahvolidan ma'lumot berishni talab qilgan. Ular iltimosida tutqundagi bu Uyg'urlarning qiyin sharoitda yashayotganligi, bu jarayonda 5 Uyg'urning o'lganligini, uning ichidagi ikkisining narsida bola ekanligini eskartgan. İltimas bilan qo'shib sunilgan dokumentda yana Xitoydan qochib Taylandda tutilgan 350 Uyg'urdan 173 odamning 2015-yil 7-oyda Turkiyaga qabul qilinganligi, 109 nafar ayol va bolaning Xitoyga qaytarilganligi, ularning o'lik tirikligining hozirgacha texnik noma'lum ekanligi tilga ilinib o'tilgan. Sürgünde Tibet xalqining demokratik saylangan rahbari Shvetsariyadagi ziyorati jarayonida Xitoy hukumati va xalqaro jamiyatdagi dialogni qayta boshlashga chaqirdi. Sürgünde Tibet xalqining demokratik saylangan rahbari Sekyong Pinpasering 5 davlat ziyoratini 28 aprel Seuldan boshlagan. Tibet ommaviy tashkilotlarining vakillari va jamiyatlari Sekyongning rasmiy ziyoratini qizg'in qarshi olgan. Sekyong Detikondagi Tibet jamiyati bilan ko'rishib, hafta oxiridagi til maktabining o'qituvchilari va boshqaruvchilari bilan suhbatlashgan. Xitoyning Guangdong o'lkasi Mijo shahridagi bir bo'lak tosh yo'l ko'mirilib tushgan bo'lib, voqeada 44 odam o'lgan, 30 Xitoy yaralangan. Doiralarning bildirishicha, 1-may soat 15da Guangdongning Mijo Dalian yuqori sur'atli tosh yo'lining Chang bo'lagida tosh yo'l ko'mirilib tushgan. Bu hodisada 20 mashina tog' bag'riga tushib ketgan. Hodisada 44 Xitoyning o'lganligi, 30 Xitoyning davolanayotganligi jazmlashtirilgan. Navbatda munosabatlik bartaraf qilish xizmati davomlashmoqda ekan. Angliyadagi bir kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy doiralarining o'zining raqamlik mustabidlik andisini chet elga eksport qilayotganligini, uning keng fan texnik sanoati va g'oyat zo'r ul aslahalar turlarining yordamida Kamboja, Malayziya va Vyetnam qatorli qo'shni davlatlarga eng yaxshi tajriba loyihasi ta'minlaganligini ogohlantirdi. Egilishicha, Angliyada turishliq kishilik huquq guruhining ko'rsatishicha, Xitoy bu davlatlarga ta'minlagan 19 turlik modda VAFA yoki elektronlik savdoga erishishni kengaytirishdan boshqa ishlarni qilishdan maqsad qiladi ekan. Angliya va Shimoliy Irlandiya podshohligining bir qismi bo'lgan Angliya va Bilishda kishilar shahar boshlig'i, shaharlik hukumat a'zolari va soqchi komissarlarini saylash uchun bilet tashlashga boshladi.